Assalomu alaykum do'stlar, hormanglar. Ko'pchilik taniydigan Bahrom Ismoilov haqida juda ham hayron qolarli post o'qidik. Hozir Bahrom Ismoilov o'zida ham bu narsa e'lon qilindi. Sizlarga ham ozonat ko'rsataman. E, Kim qiziqsa, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Nima uchun Bahrom Ismoilov Rossiyadan Amerikaga ketgan to'g'risida? Ko'pchilik taniydi. O'sha Rossiyada migrantlarga musofirda yurgan, O'rta Osiyodan kelgan shu fuqarolarga migrantlarning qonunchiligi, siyosiy, ijtimoiy hayot o'zini tutish, yordam, fond, diaspora boshlig'i bo'lish, xullas hamma narsalarda o'zini anchagina jonbozligini ko'rsatib, ham yurist, yuridik kompaniyasi, firmasi, ham bloger faoliyati bilan xullas hamma ishlarda faol, aktiv bo'lgan o'sha inson Bahrom Ismoilov Amerikaga ko'chib ketganini e'lon qilyapti. Qiziq. Nima sababdan Amerikaga ko'chib ketdi? Endilikda bu postda yozilishi bo'yicha Rossiyadan Amerikaga ketgani va endilikda O'rta Osiyodan Amerikaga kelayotgan mehnat muhojirlarini, ishga borayotganlarni Amerikaga qonuniy yo'llar bilan ishga kelishi, ularni o'rganishi, ijtimoiy hayotda o'zini tutishi, xullas adaptatsiya jarayonlarini yordam berish, tushuntirish ishlari bilan o'z faoliyatini Amerikada davom ettirar ekan. Lekin qiziq savol, kim biladi javobini? Kim har doim internetda yangiliklarni o'qib yurgan bo'lsa, nima sababdan Bahrom Ismoilov Amerikaga ko'chib ketdi? Amerikada faoliyatini davom ettiryapti. Mana shu narsa qiziq bo'lyapti. Menimcha bu narsa mani o'zimni fikrim. Ancha va bo'lmadi-ku, mana shu 2025-yilda Rossiya Ichki ishlar vazirligi tarafidan bilsangizlar, Bahrom Ismoilovning o'sha moliyaviy holati, uni firmalari, pul topishlari, xullas mana shu jarayonlarni qonuniyligini tekshirish to'g'risida topshiriq berilgandi. Mana shu yangiliklardan mana bir necha oy o'tib, hozir bugun mana shu narsa o'qidik. Shu Bahrom Ismoilov endilikda Amerikada davom ettirar ekan faoliyatini. Sababini hech kim aytmadi, balkim bir kun kelib o'zi aytar. Xullas, shunaqa gaplar. Demak, endilikda eng menimcha yangiliklarni oldini aytadigan o'sha Migrant Urush kanali bo'lib qolsa kerak. Botir Shermuhammadning o'sha yuridik firmasi, ularni olib borish, ish borish jarayonlari anchagina Bahrom Ismoilovga qaraganda juda ham ko'proq tushunarli. Chunki Bahrom Ismoilov qisqa lo'nda qilib aytadi. Migrant Urush kanali Botir Shermuhammadda esa anchagina kengroq qilib tushuntirish olib boriladi. Xullas shunaqa gaplar. Nima deb o'ylaysizlar? Nima sababdan? Yangilikni o'qib yurganlar, sizlar bilasizlar, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Yangiliklardan Xudo xolasa yana yetkazib turamiz.